Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish institutida maktabgacha va musiqiy ta'lim kafedrasi katta o'qituvchisi Mamatova Husnora Eshquvatovaman. San'at, qurish konstruksiyalash va matematika rivojlanish markazlarida ta'limiy faoliyat modeli 3-mavzu. Bolalarda applikatsiyada qirqish usullari va tasvir hosil qilishni o'rgatish. Rejalarimiz: applikatsiya turlarini qirqish usullari. Maktabgacha yoshdagi bolalarni yassi va hajmli applikatsiya ishiga o'rgatish. Applikatsiya turlari: predmetli, dekorativ va mazmunli. Predmetli applikatsiyalar bitta buyumni, bitta narsani chizishdan iborat. Ikkinchisi dekorativ. Dekorativ applikatsiyaga qo'shimcha detallar qo'shiladi. Keyingisi mazmunli. Mazmunli ertak lavhalari va biror voqeani aks ettirgan bo'lishi mumkin. Tabiiy materiallardan ham foydalanib applikatsiya boyitiladi. Misol uchun, yaproqlardan manzara yaratish, don mahsulotlardan applikatsiya yaratish. Applikatsiya namunalarini ko'rib chiqamiz. Qizaloq. Applikatsiya yana bir usuli lola. Gul ko'rinishi. Moy chechak. Kartoshka gul. Lola qizg'aldoq. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.